Kelinglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling. Tog'a yaxshimisiz? Rahmat. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Shu qiga ishimizga bir ikki og'iz fikringizni aytib qo'ysangiz. Ha, bu ishni men 2-3 yil oldin o'zim dillab yuruvdim. Xudo xolasa telefon qildiraman deb. Shunga YouTube orqali Bahramjonni ko'rib qoluvdim. Bahramjonni chaqirtirdim, ko'rishdik, gaplashdik. Juda yaxshi, zo'r yoqdi menga bu ishlari. Bahramjonga ham katta rahmat. Mana shogirdlari bor ekan, Iqboljon, Islomjon, Nurullo shogirdlari ham yaxshi bolalar ekan, katta rahmat. Men bu darajada zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Men o'ylagandan ham zo'r chiqdi. Katta rahmat, ishlariga omad. Amalbek, sizga ham ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yana endi bitta tavsiyam bor. Panel qildirmasdan telefon qildirishlarini so'rayman hammalaridan. Bu umidvorlik deyishyapti, xudo xolasa. Nevaralarimni, o'g'illarimni Ha, xudo xolasa. Shular to'yiga yarab bersa bo'ldi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa bu kamida nevaralaringizga ham yaraydi. Aytganingizga tanjoninglar sog' bo'ling. Bu ko'nglingizda chiqdimi tog'a ishingiz? Xudo xolasa zo'r, undan ham zo'r. Bahramjonga ham, shogirdlarga ham katta rahmat hammalariga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmatli bizni ko'rib turgan muxlislar, mana shu bizni uyimiz, mana shu ishlar yoqqan bo'lsa, mana shularga bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi.